Assalomu alaykum hurmatli youtuberlar. Salomatmisizlar? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamasdan yaxshi yuribsizlarmi? Bugun sizlarga Bodo kompaniyasidagi mahsulotlarda narxlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosib qo'ysanglar xursand bo'laman. Xudo xolasa barcha mahsulotlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng asosiysi eng arzon narxdagi skuterlarimizdan boshlaymiz. Ya'ni videoni tanishtirishdi. 2025-yilda iyun oyida kelgan, ya'ni kelganiga deyarli 2-3 kun bo'lmagan mana shu JK16 modelimizni ikkinchi versiyasi sotuvga keldi. $350 dan sotyapmiz. So'mga agar to'g'rilaydigan bo'lsa, $350 ko'paytiramiz 13 ming so'm, 13 ming so'mdan. 4.550 ming so'm, ya'ni 4.5 million so'mga mana shu modelimizni beryapmiz. Tormozlarimiz zidki tormoz bo'ladi. Kelib ko'rsatishingiz mumkin mana. Ularda ham asli qani. Yaqinroq kelib ko'rsatib, yaqinlashtirib juda ham zo'r model. Tormozlari, yurishlari, maksimal yurishlari 50-60 km bo'ladi. Imminda mana shu modelimiz JK16 model bo'ladi. Keyingi modellarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ranglari, rasvetkalari bor. Qora deysa qora qilib beramiz, seri deysa seri qilib beramiz. Tanlovga qarab kelishsa savdo ustida chiroyli narxlarda qilib beramiz. Undan tashqari eng arzon Bodo kompaniyasi sotilib turgan skuterlarimiz mana shu modellarimiz ham bor. $230 eng oxirgi narxda qilib beryapmiz, ya'ni optim narxlarda. Chakana ulgurji kelib bemalol sotosanglar bo'laveradi. Ranglari bor, xolislaring, seri xolislaring, mana shunaqa xameleon ranglari bor, qora ranglari bor. Tanlovga qarab qilib beramiz. Bularda ham kaskalari bor akalar. Ustilarida yomg'ir to'sqichlari bor, ya'ni skuter uchun mo'ljallangan. $230 so'mga necha pul bo'ladi deganlarga mana ko'rsatib o'tamiz. So'mga 2.990 ming so'm bo'lyapti, ya'ni 3 million so'mga yaqin deyarli. Kelishsa, xudo xolasa chiroyli qilib beramiz. Hamma yog'i yangi, bularda ham chiqqaniga 10-15 kun bo'ldi deyarli. Absolutni 2025-yil yangi model hisoblanadi. Bitta ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Bularda ham juda ham chiroyli modellar. Balonlari 3x10 bo'ladi, adashmasam. Xuddi shu razmerda. Zaryadniklari hamma yoq bor. Xuddi shuni 16 diskali ham bor, ya'ni xalqimiz orasida juda ham mashhur bo'lgan, ya'ni Chonte 16 modellarimiz $300 dan qilib beryapmiz. Oxirgi narxlarda $300'imiz, xo'p, so'mga to'g'rilaydigan bo'lsa, demak 3.900 ming so'm. Demak, batdan kelib chiqadiki, 3 million so'm yoki 900 ming so'm qo'shib xolasangiz 16 diskaligini olsangiz bo'ladi. Bunda nima afzalliklari bor? Xo'p, kaskalari bor, yomg'ir po'stlari bor, NFC chiplari bor, ya'ni pul tekizish shart emas, mana shu chipni shuni tekizasiz bo'ldi. Skuter o'taydi. Akkumulyatorlari ulanmagan, absolutni yangi model. Xolasalaring seri, xolasalaring qora rangi bor, xameleon ranglari bor. Tanlovga qarab sotib olasizlar. Super modellar imminda Bodo kompaniyasida. Bularda akkumulyatorlari 60 ga 20 bo'ladi. Kichkinalarniki 48 ga 20. Yurishi 40 km kichkinasiniki, imminda katta modellar 60 km bo'ladi, ya'ni 50-60 km yuradi. Undan tashqari bizda velosipedlarimiz ham bor. Narxlari $90, $110, ya'ni har xil 1.300 ming so'm, 1 million so'm atrofida. Rasmini mana shu videodan ko'rib turib, agar tashlasanglar, narxlari bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Bugungi asosiy ma'lumotlarimiz katta velosipedlar, katta skuter, motorollerlar to'g'risida ma'lumot berib o'tamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, tanlovga qarab korpuslari har xil, lekin konfiguratsiyalari deyarli bir xil. Ya'ni 60 volt 20 amper akkumulyatorda $300 dan tanlab olasizlar. Ichida jidki tormozlar bor, tros tormozlar bor. Tanlovga qarab sotib olsanglar bo'laveradi. Mana bu yerda ham xuddi shunaqa modellar turibdi. Agar videoda yaxshi ko'rinmagan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Rasmini olib, mana shu modelda rasmlar bilan tashlab bering deb bizga Telegram kanalimizga yoki mana shu pastdagi telefon raqamlariga murojaat qilsanglar, rasmlarni erinmasdan olib sizlarga tashlab beramiz. Videosi bo'lsa, videosini jo'natib beramiz. Undan tashqari, bizda mana shu modellarimiz ham bor. Bu veloskuterlar $300 dan bularni ham qilib beryapmiz. 3.900 ming so'm. Keysalaring savdo ustida kelishtirib tushib beramiz. Ya'ni $300 dan bu pastlaydi. Ya'ni chiroyli narxlarda qilib beramiz. Retro modellarimiz bor. $550, $500 dan tanlovga qarab qilib beramiz. Hozirgi paytda savol berishlari mumkin, ya'ni hurmatli kuzatuvchilarimiz tomonidan nimaga mahsulotlarda dollarda aytyapsiz, ya'ni chet el valyutasida aytyapsiz deb. Bizda musofirdan kuzatib turgan akalarimiz bor.
yurgan, safarda yurgan, har xil davlatda ishlaydigan o'zbek akalarimiz bor. O'shaning uchun biz narxni dollarda aytamizki, hammaga tushunarli bo'lishligi uchun agar kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Keyingi mahsulotlarimizni ham ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng asosiysi, ya'ni eng katta showroomdagi mahsulotlar narxlari bilan tanishtirib o'taman. Demak bo'lmasam ketdi. Qaranglar, shunda kelganlaringda, shunday mashinaga to'xtasalaring, eshik o'zi ochiladi. Ya'ni sizlarni kutib olamiz. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, eng asosiysi sport bayklardan narxlarni boshlayman. O'zbekistonga odatda replika variantlarini hozirgi kunda ikki xillari kirib kelyapti. Ya'ni motor qismida ko'proq katta o'zgarish bor. Ya'ni bu yaxshi ham bo'lishi mumkin, yomon ham bo'lishi mumkin. Ya'ni injektor motorli bilan karburatorli motor yetib kelmoqda. Imенно sport bayklarda motor injektor motor bo'lishi bu yana ham yaxshi bo'lishini, ya'ni sifati yaxshiroq bo'lishini ta'minlab beradi. 400 kubali injektor motorli sport bayklar olib kirganmiz. Bugatti Panigale replika variantlari, BMW S1000 RR replika variantlari hamda maxsus replika variantlarimizdan olib kelganmiz. Bularda hammasida ABS tormozlari bor. Tashqi dizaynni ko'rishingiz mumkin. Deyarli birga bir qilingan Bugatti Panigale replika variantlari. Tablolari sensorli bo'ladi. Imенно BMW S1000 RR hamda bunda ham maxsus tablolari bor. Tablolariga qarab, keyin ba'zi bir opsiyalarga qarab narxlar arzonroq bo'ladi. O'zi odatda ranglari 3 xil rangigacha bor. Ya'ni BMW S1000 RR'imizda qora ranglari, oq ranglari, qizil ranglari bor. Qolganlarida ham deyarli shunga o'xshash. Eng arzoni mana shu variantimizni qilib beryapmiz. $2600 dan. Kezalaring xursand bo'lamiz. $2600 olib, shot spravkalarni olib bemalol sotib olsanglar bo'laveradi. Sifati ham shunga yarasha, o'ziga yarasha adrenalin bera oladigan bayklar hisoblanadi. Maksimal tezliklari o'rtacha 160 dan 190 gacha chiqa oladiganlari bor. Ya'ni BMW S1000 RR'lar, Bugatti Panigale'lar yurishlariga qarab tezliklari ko'tarilaveradi, o'ziga yarasha sifatli qilib ishlangan. Undan tashqari, hurmatli kuzatuvchilarimiz, velosiped sezoni ham o'zi kelib qoldi. Bilamizki, havolar isiyapti. Bizda velosipedlarimiz ham bor. Ya'ni imенно mana shu yerda alyumin alloy ramali, ya'ni alyumin ramali velosipedlarimiz ham bor. Undan tashqari, yosh kattalarimizga mos bo'lgan timik velosipedlarimiz ham bor. $125, $130 da mana shunaqa po'lat ramali bo'ladi. Undan tashqari, agar yaxshiroq bo'lsin deydigan bo'lsa, bizda mana shunaqa sifatli, chiroyli bo'lgan, mana hozir qo'yib qo'yganmiz bu yerga elektronik velosipedlarimiz ham bor. Akkumulyatorlari ham kompaktni qilib ishlangan, mana ko'rsatib o'tiraman. Mana shu akkumulyator bilan bemalol 30-40 km yuraveradi. Bu kichkina ko'rinishi mumkin, bu juda ham energiyaga boy to'yingan litium batareykani yangi avlodi bo'ladi. Kichkinaga o'xshagani bilan, lekin kichkina demang bizni ko'tarib uramiz sizni degan velosiped mana shu bo'ladi. Biroz shamollaganman. Ming bor uzr so'rayman. Narxi keladigan bo'lsa, $400 dan qilib beryapmiz. Imенно mana shu velosipedimizni. Kelishsa, savdo ustida chiroyli qilib kelishtirib beraveramiz. 26 razmerdan 29 razmergacha bizda aytib o'tganimdek Gorni velosipedlarimiz bor. Narxlari o'rtacha $165-175 dan $400 gacha bor. $400lik velosiped qanaqa bo'ladi deganlarga, hurmatli kuzatuvchilar, $400 velosipedimiz mana shunaqa bo'ladi. Mana imina qo'yib qo'yganmiz. Sistemalari Shimano Dior bo'ladi. Haqiqiy yaponskiy imina ehtiyot qismlar ishlatilgan. Hamma joyga garantiya beramiz. Sifati ham shunga yarasha bo'ladi. Kelib, ko'rib, xarid qilganga baribir yetmaydi. Meni maqtaganim bilan mijozni o'zi kelib, ko'rib, xarid qilgani baribir boshqacha o'rinda tutadi. Bundan tashqari, arzonroq velosiped so'raganlarga bizda arzon velosipedlarimiz ham bor. Arzon velosipedlarimiz imенно mana shulari 550 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana velosipedning o'zi ko'rinishi. Hop, hozir tormozlari qotirilmagan, simlar ulamagan bo'lishi mumkin. Kelishsa, chiroyli holatda qilib qo'llariga topshiramiz. 550 ming so'mga velosiped bu juda ham shakalat narx. Mana tashqi ko'rinishlarni ko'rishingiz mumkin. 26 razmerda bo'ladi. Velosipedimiz o'zi suv bachoglarigacha bor. Faqat o'zimizda ishlab chiqarilgan. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, undan tashqari yaponskiy modellarimizdan deyarli 2 dona qoldi. Narxlari $1100 dan. Kesalaring o'zi 2 dona qolgani munosabat bilan ustidan kelishtirib chiroyli narxlarda qilib beraveramiz. Ya'ni $1100 dan biroz kelishtirib o'tib beradigan joy bor, lekin sifat o'sha original yaponskiy mahsulotda o'zi bo'ladi. Undan tashqari skuterlarimiz ham deyarli sanoqli holatda qoldi.
bularni ham $1000 dan sotib turganda $1000 dan sotyapmiz ham. Kelib, ko'rib, xarid qilish imkoni bor. 100 kilometrga 3 litr yonilg'i sarflaydi. Dastavka uchun so'raganlarga mana men o'tirib ko'rsatib beraman. Juda ham chiroyli model. Mana o'zim 100 kilodan oshiq bo'lsam ham uchimchaga bilingani yo'q mana. Ishlashlari, amortizatsiya sistemasi yaxshi holatda qilingan. Ya'ni mingan odam maza qilib minadi. Oilaviy olish uchunmi yoki 2 kishi o'tirib ketsa bo'laradi bemalol. O'zi aslida shu uchun ham xolasalar biroz kichikroq bo'lgan variant, lekin narxlar bir xil. $1000 dan buni ham qilib beryapmiz. Orqalarida sumkalarigacha bor. Undan tashqari mana bu yerda ham xuddi shu modellarimizdan bor. Narxlarni kelib ko'rib xarid qilsa bo'laveradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, yosh onaxonlarimizga, ayollarimizga mos bo'lgan modellarimiz ham sotuvga yana olib chiqib qo'ydik. O'zi 2 dona qolgan edi, sotgan edi, yana sotuvga olib chiqib qo'ydik. $650 dan qilib beryapmiz. Imенно mana shu modelimizni. 50 kilometr yuradi. Tezliklari ham yomon emas. 35-30. Ya'ni uncha tez emas, lekin yurish samaradorligi yaxshi holatda. Gaplargami yoki qanaqadir kichik bolalarni bog'chaga toshigani ham zo'r model hisoblanadi. Oila uchun kichik dastyorga aylanadigan model hisoblanadi. Orqalarida mana shunaqa maxsus bachoglarigacha bor. Orqa tarafida kichik suyanqichlari bu yosh bolalarni o'tirg'izdirganda suyanib olish uchun xizmat qiladi. Modelda o'zi ham juda ham chiroyli qilingan. Yonlarida bakoylarigacha bor. Sotib olsanglar adashmaysizlar. Undan tashqari bu tarafga o'tsangiz ham bo'ladi. Ason realni olaylik videoni. Xo'p, Innova modellarimiz ham bor sotuvda. Buni ham ko'rsatib o'tamiz mana. Men deyarli jinni qiyshaytirdim. Tormozlar bosiq holatda ekan mana. Juda ham chiroyli. Bir harakat orqali demak kengaytiriladi. Ichki holatlari bemalol qaranglar. Nechta odamga o'rindiq bo'ladi bo'lasizlar? 3 ta odam o'tirib ketsa bo'ladi. Shu yerda asosiy o'tiradigan yana bitta o'rindiq bo'ladi, o'rta o'rindiq hamda yosh bolalarni o'tirg'izdirsa bo'ladigan kichik o'rindiq hosil bo'ladi. Mana shu yerga qo'lchalar bilan ushlab olishadi. Ya'ni 3 kishi bemalol o'tirib ketsa bo'laveradi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari $500 dan qilib beryapmiz. Undan tashqari, hop, shunday ko'rasizlar, mana uni ichki qismini ham keyin yaqinroq kelib ko'rsatib yuboringlar. Uzoqdan ko'rsatib yuboring deyishyapti bir xilgilari. Mana ichki tarafida o'zining inoq qog'ozlari bor. Mana shu yerga narsa qo'yasizlar, qaranglar. Qo'yganlaringdan keyin misol uchun deyarli teskari qilinglar, mana. Qo'ydik, yopdik, tushirdik. Bir o'rindiqlik qildik hamda orqa tarafida mana savatlari ham bor. Bu yerda buni ham ko'rsatib o'tamiz. Demak, keyin buni ham ko'rsating qancha joyi borligini. Mana shu yerga ham kichik bozorlikni solib ketsa bo'laradi bemalol. Eng asosiysi $500 ga pullaring o'zlaring bilan ketadigan model desam, men adashmagan bo'laman. Ya'ni o'tirib bemalol maza qilib yosh kattalarimizga ham olib bersa ham bo'ladigan bo'ladi. Mana men o'zim o'tirib ko'rsatib beraman. Oldida yana bitta savatlari bor. Oyoq tormoz bor oyog'ida. Hamda oldi va orqasini ushlagani, yana alohida tormozlar ham bor. 3 tomonlama tormoz degani. Baravar bossanglar juda ham qattiq ushlab beradi. Undan tashqari xuddi shunaqa holatda, faqat biroz kattaroq bo'lgan modellar bor mana. Orqa tarafiga men sakrab o'tirib beraman. Juda ham chiroyli model. $700 dan oxirgi narxda qilib beryapmiz. $750 baho aytilyapti. Magazinga kelganlaringda ham eng oxirgi narxda $700 qilib beramiz. Ya'ni kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Bu $700 ga juda ham shakolat narx. Mana men o'zim o'tirishimni ko'ringlar. Oyog'im tegib qolgani yo'q ortiqcha yoki tiqilib qolganim yo'q. Yoshi katta hamda menga o'xshagan do'mboroq odamlar ham bemalol o'tirib ketsa bo'ladi. Xoh oldida bo'lsin, xoh orqasida bo'lsin. Eng zo'r tomoni bularda orqa taraflari ham ochilishda. Ya'ni orqa tarafini agar yuklaring bo'lsa, bozorlaring bo'lsa, qo'shimcha mana ochib ko'rsatib bering. Xo'p, mana. Mana shu yerga bemalol 100 kilogrammgacha bo'lgan yukni yuklab ketsanglar bo'laveradi. Undan tashqari oldida qo'shimcha joyi bor, mana savati bor, mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Oldi amortizatsiyalari ham mana. Juda ham baquvvat. Uncha sinib ketib qolmaydi mana. Demak, $700 ga haqiqiy arziydigan modelsi adashmagan bo'lamiz. Ranglari bor, xohlaslaring ko'k, xohlaslaring mana shunaqa seriyaga tortadigan rangni sotib olsanglar bo'laveradi. $700 ga zo'r narx. Undan tashqari $750 dan bodoni o'ziniki ham bor. Bular ham baquvvat. Men oldiga sabatiga o'zim chiqib ko'rsatib bergan edim. Ya'ni sabatni baquvvatlik darajasini ko'rsatib berishlik uchun.
rasvetkalari bor. Xolislaring qaymoq qizil ranglari, xolislaring mana shunaqa siyoh ranglari bor. Ranglar kombinatsiyasi bir-biriga o'xshamaydi, ya'ni bir-birini takrorlamaydi. Haqiqiy original Bodo kompaniyasining mahsulotlari. Ranglarni ham uchrata olmaysiz. Ya'ni bu ranglar o'zi maxsus ko'z uchun ham yoqadigan hamda ko'zni dam oldiradigan ranglar deymiz. Ana shunaqa ranglardan foydalanilgan. Istasanglar, bardoviy ranglar bor. Narxlar bir xil. $750 sotib olasizlar. Undan tashqari bizda tepasi yopiq bo'lgan mana shunaqa pol kabinalilar ham bor. Narxlarini $850 dan qilib beramiz. $100 raznisasiga tepasi yopiqligini sotib olsanglar bo'laradi. Bularni ham iminni mana shu modellarimizni ham yurish kilometrlariga 50 kilometrga garantiya beramiz. Yaqinroq keling, Asxon. Bir o'rindiqlilari ham bor bizda. Hurmatli kuzatuvchilarimizga bir o'rindiqlilari agar kerak bo'lsa, tepasi yopiqlari ular ham sotuvda bor bizda. Narxlari $750 dan, ya'ni bir o'rindiqli tepasi yopiqli bo'ladi. Tablolari ham juda ham chiroyli qilingan, kojalari. Yaqinroq keling, Asxon mayli. Men o'zimni qoqilib ketmay. Sidinalari ham, kojalari ham yaxshi qilingan. Orqa taraflari, bachoglari bor mana orqa taraflarida. Sifati juda ham super holatda mana. To'pili. Mana bu yerga xolasizlar, sumkalarga nimadir ilib olsa bo'laveradi. Shunga yarasha qilib ishlab chiqarilgan. Mahsulot temirlari ham qalin holatda ishlangan. Rasvetka ranglari bor. Xolasizlar, qaymoq rangi olishsin, xolasizlar, qizil olishsin, xolasizlar mana shunaqa korishniy ranglar olishsin. Kombinatsiyalar juda ham chiroyli qilingan. Undan tashqari original Jinping kompaniyasining mana shunaqa maxsus inova modellari ham bor. Jinping kompaniyasining imini o'zimga yoqadigan narsalari, mahsulotlari odamni xavfsizligi uchun ishlab chiqarilgan. Bu tan olinishi kerak. Ya'ni kompaniya brendiga mos qilingan. Hattoki temir qismlari ham mana shunaqa plastik bilan qoplangan. Yaqinroq kelaverasiz. Yaqinroq kelib ko'rsataylik mijozlarimizga. Mayli, o'tirib ham ko'rsatib beraman mana. O'tirilgan holatda ham ko'rsating deyishyapti. Qanaqa holatda bo'ladi? O'tirilganda mana shu holatda bo'ladi. Yaqinroq kelib xohlasangiz tablosini ham ko'rsatib olaylik. Meni chiqishim shart emas, asosan mijozlar uchun. Tablo holatlari qanaqa bo'ladi? Endi biz svetda yoqib ko'rsatmadik. Tablolari xuddi shu holatda bo'ladi. Parking rejimi, birinchidan 3-bosqichgacha skoroslari, avariyniy sistema, hamma yo'q bor. Ikkita yon tarafda narsa qo'yib olgan joylari ham bor, ya'ni mayda-chudalar uchun. Mana o'zim mana orqada o'tiribman. Agar men tushib arqa bachogini ochadigan bo'lsam, mana yon tarafida maxsus joyi bo'ladi. Demak, mana 200 kg yuk yuklab ketsa bo'laveradi, bemalol. Hozir batta qop turibdi, qop nima bu deyishlari mumkin. Bu skuterda, ya'ni mana shu Innova modelimizni o'zini maxsus tenti bo'ladi. Ya'ni shunday qoplab oladi, qishda tentni to'sasiz, qishda yurib ketsangiz ham bo'laveradi. Mana bu yerlari ham plastmassa bas, qo'lda yumshoq qilish uchun rezinadan foydalanilgan. Ya'ni quyoshga bardoshli, ya'ni yog'in sochinga bir xilga rezinalarni bilamizki, quyoshda agar rezina ko'p turadigan bo'lsa, qotib qolishiga, rezinali holatini yo'qotishiga sabab bo'ladi. Lekin bularning rezinkalari unaqa emas, sinovdan o'tgan rezina hisoblanadi. Demak, bundan tashqari ruchnilarni ham yo'g'ini aytib o'tdim bularda. Jinping Rexha modellarimiz aylanvorsiz ham bo'laveradi. Iminni zo'r ranglarda, ya'ni to'q balotoviy ranglarda qilingan. Qaymoq rangi bor, istasa mana shunaqa maxsus ranglarimiz ham bor. Sifat juda ham a'lo darajada. Oldi oyna quyilishlari ham, iminni baquvvatli darajasi ham. Bu eng xavfsiz 3 oyoqli Rexha model deb ayta olaman. Nimaga? Yonga yiqilib ketmaydi uncha-munchaga. Ya'ni tez bir o'rganingizda ham yonga ketib qolmaydi. Tezligi ham yomon emas, 35-40. Yurish kilometrlariga 50 kilometr garantiya beramiz. O'tirganlarda ham mana men o'zim o'tirib ko'rsatib beray. Mana shu holatda bo'ladi, mana. Orqada o'tiribsiz, ya'ni kattaroq odam o'tirsa qanaqa o'tiradiganlarga mana o'zimdan qiyos har bitta modelga o'zim ko'rsatib o'tirib beraman. Ya'ni qanaqa holatda o'tirib ketadi. Oldiga o'tirib ketsa ham bo'ladi. Keling, yaqindan tablosini ko'rsataylik buni ham. Nima deyishar ekan? Mana tablo holatlari ustiga bosib mana shu holatda bo'ladi. Skoroslari o'sha bir bosqichli bo'ladi, chunki bunga yetadi Jinping holatida. Oldi faralarni xohlasangiz yoqib ko'rsatib beraylik mana.
oldilarini ko'rsatsangiz bo'laveradi. Oldi faralari 3 ta farali bo'ladi. 3 ta farali bo'ladi. Impasida maxsus diod liniyali bo'ladi. Ya'ni avarinkalarni yoniq holatda ham juda ham chiroyli. Orqa tarafdan ham agar bu tarafni ham ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Asqon mana orqa faralari ham Matiz'ning farasiga o'xshagan bo'ladi. Eski chiqqan Spark'larning farasiga ham o'xshatib olsangiz bo'ladi. Mana ko'rsatib o'tsangiz bo'ladi. Jumping yozuvlari juda ham chiroyli yonadi. Endi hozir biroz yuvishgan, o'shanga dog'lar turibdi, lekin aslida mana bunday qilib olsak ketadigan narsa. Juda ham chiroyli yonishlari, o'zini holatlari. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi $1200 dan qilib beryapmiz. Imminda mana shu modelimizni. Undan tashqari sotuvda bodo karlarimiz ham bor. Narxlarni $2000 dan qilib beryapmiz. Yurish probeglarimiz 150 km deb aytyapmiz. Ya'ni 150 km garantiya berilyapti. Kelib xarid qilsanglar bo'laveradi. Shotsprabga dokument egalariga kelsa, u masalalarni ham bemalol gaplashib o'tiramiz. Ranglarni tanlab olasizlar. Xoloslaring oq, xoloslaring qora ranglari, xoloslaring qaymoq ranglarini sotib olsanglar bo'laveradi. Eng asosiy yana bir yangiliklardan Bodo kompaniyasiga sanoqli sonda chiqqan. Imminda agar mana shu videomizni ko'rib turgan bo'lsangiz, agar qolmagan bo'lsa, ming bor uzr so'rayman. O'zi sanoqli holatda $850 dan 300 kilolik motorlar ham chiqdi. Kelishsalaring kelishtirib tushib berilaveradi. Ya'ni $850 dan o'tib chiroyli narxlarda qilib beraveramiz. 300 kilogramlik motorollerlar asosan bozor ichki hududlariga, imminni kichik joylarga juda ham asqotadigan motoroller hisoblanadi. Yurish kilometrlari ham 45-55 kilometr bo'ladi. Xo'p, svetlarni yoqib ko'raylikchi. Oldi ko'rinishlari, tablolarni ham ko'rsatib o'taring, mayli, men o'zim aralashmay joylarda. Oldi taraflari. Keyin asqa yaqinroq ko'rsataringchi bu tarafdan. Bemalol. Tablolarni ko'rishlar mumkin, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Magnit olalari bor, pultlari mana xuddi shu holatda bo'ladi. Juda ham chiroyli. Oldida past stakanliklari bor, suv quyib ketsanglar bo'laveradi. Orqa bortlari ham mana ixcham qilingan. Bemalol 300 kg yuklab ketsanglar bo'laveradi. Eng asosiysi, istasanglar orqa tarafga shunday bitta odam o'tiradi-da, mana shu joyini o'rindiq sifatida foydalanib ketish mumkin, yo'qsa yig'ishtirib qo'yilishi ham mumkin. Tapga qarab, ya'ni yurishlariga qarab ko'rishaveradi. Ranglarni ko'rishlar mumkin. Xohlasanglar qora, seri, maxsus mana shunaqa ko'k ranglarimiz ham bor, yashilga o'xshagan ranglarimiz bor. Tanlovga qarab sotib olasizlar. Undan tashqari $1100 dan imminni 1 tonnali motorollerlarimiz ham sotuvga chiqqan. Akkumulyatorlari 72 volt 58 amperli, yurish kilometrlari 50 kilometrni tashkil qiladi. Ya'ni xarid qilganlaringda pullaring o'zlaring bilan ketadigan model qaysi desa, mana shuni ko'rsatib beraman. 1 tonnali. Narxiga nisbatan juda ham yaxshi chiqdi. Ya'ni xalqimizga arzonroq bo'lgan variantlarda, chiroyli variantlarda chiqdi. Undan tashqari bizda Alt Motors'da, ya'ni u ham o'zimizning zavod, ya'ni Bodo kompaniyasi tomonidan, ya'ni Bodo kompaniyasi qoshida tashkil topgan benzinli Alt Motors'lar imminni 4 tonnalilardan tortib kichkina bo'lgan 900, 700, 800 kilogramlargacha bor. Narxlarini deyarli men ba'zi birlarini tushunib olishlar oson bo'lishligi uchun so'mda qilib qo'ydim. Keling, buni bir boshdan boshlaymiz. Xo'p. Leon kabinalarimiz bor sotuvda 33.800.000 so'mdan, ya'ni 2 tonna yukni bemalol yuklasalar ham bo'laveradi. Kabinkali variant. Mashina rolli bo'ladi, skor bosqichlari 5 bosqichli bo'ladi. Undan tashqari Leonlarimiz bor sotuvda mana qo'y mol tosh uchun maxsus modellarimiz ham bor. Narxlari 26 million so'm, ya'ni $2000 qilib qo'ydik. Aksiyada, hozirgi paytda aksiya ketmoqda. 26 million so'mga 2 tonnali qo'y mol tosh uchun mo'ljallangan mana shu Camel modellarimiz sotib olsanglar ham bo'laveradi. Juda ham sifati a'lo darajada. Undan tashqari 3,5 tonnali, ya'ni 3,5 tonna uchun moslashtirilgan samasvali variantlarimiz ham bor. Narxlari 36.400.000 so'm bo'ladi. Ya'ni samasvali varianti. Samasvalsiz varianti 32.500.000 so'm. Borti 2.6 ga 1.4 qilib ishlangan, motor kubalari 300 kubali bo'ladi. Ya'ni 300 kubali motorda 3,5 tonna yukni bemalol yuklab ag'darib olish xususiyatlari bor. Undan tashqari Panda modellarimiz ham bor. 33.800.000 so'mdan 3 tonnani bemalol yuklab ag'darib olish xususiyatiga ega. Ya'ni
3 tonna uchun moslashgan mana shu model hisoblanadi. Kelib, ko'rib, xarid qilsanglar bo'laveradi. Motorlar ham 250 kubalik bo'ladi. Bundan tashqari, kichkina modellarimiz ham bor sotuvda. Istasa 1,5 tonnalarimiz bor, mana 23 million 400 ming so'mdan bordi, 180 ga 130 bo'ladi. Undan tashqari 2 tonnali Leon samasval originallarimiz bor, ya'ni 2 tonnali modelimizni oldiradigan bormi deganlarga bortlari 2 ga 135 bo'ladi. Bemalol 2 tonna yukni yuklab oldirib olish xususiyatiga ega. Ya'ni 2 tonnali modelimiz. Bularda ham samasvalsiz variantlari bor. Ularda ham yaqinroq kelib ko'rsatsangiz bo'ladi. 24 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Imminni mana shu modelimiz, ya'ni 2 tonna uchun moslashgan bo'ladi. Borti 2 ga 135 bo'ladi. Motor kubalari 200 kubali original Zongshen kompaniyasiga tegishli motor hisoblanadi. Hurmatli kuzatuvchilar, agar ma'lumotlar deyarli kamroq bo'lgan bo'lsa, video davomida men har doim 2-3 marta aytib o'taman. Telefon raqamlarimizga aloqaga chiqinglar, Telegramdan yozinglar. Ma'lumot kamlik qilgan bo'lsa, biz 100% to'liq ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Chunki videoda har bitta xarakteristikasini aytgani vaqt kamlik qiladi. Men imkon boricha asosan mahsulotlarda nechta tonnaligi, narxi, asosiy ma'lumotlarni berib o'taman. Qolgan qo'shimcha ma'lumotlarni telefon raqamlarimizga aloqaga chiqib bemalol olsanglar bo'laveradi. Undan tashqari kichkina $1400 modellarimiz ham bor. Ya'ni 8-9 kilogramm uchun mo'ljallangan. Tanlov sizlarga bog'liq. Har bittasini ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, dubl kabina so'ragan mijozlarimizga, ya'ni elektronniy motorollerlarimizda dubl kabina oilalari ham bor bizda. Ya'ni 4 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Mashina rulli. Akkumulyatorlari 72 volt 58 amperda. Motor quvvatlari 1800 wattli bo'ladi. Ya'ni 4 kishi o'tirib ketsa bo'laveradi. Orqa bortlari imminni 400 kilogramm uchun mo'ljallangan. Tanlovga qarab. Yaqinroq kelavering, yaqinroq kelib ko'rsating deb ko'p klientlar gapirishyapti. Xohlasangiz ichkariga o'tib ko'rsatib o't keting bir qator. Ya'ni 4 kishi o'tirib ketishini bir ko'rsatib qo'yaylik. Biroz yonga qo'yganmiz. Mana 4 kishi o'tirib ketsa qanaqa bo'ladi, bortlari qanaqa bo'ladi, ichki holatlari mana salonni ham ko'rsatib yuborsa bo'ladi o'shani o'zida. Salon holatlari mana shu holatda bo'ladi. Xohlasangiz oching ham. Mayli, mijozlarimiz uchun ko'rsatib o'taylik. Biroz palaparchlik qaramasdan yonishi, holatlari, zarnilarida mana shu kameralargacha bor. Ya'ni hamma qulayliklari bor. Tablo pechkalarigacha bor. Yozda tepada loklarni ochib qo'yib, bemalol ketishsa bo'laveradi. Loklarni ham ko'rsatib o'tsa bo'ladi. Ishi yopilishlari biroz qalinga o'xshaydi, ya'ni Motoroller holatida. Yonlarida oynalari hamma yog'i bor. Tanlovga qarab bemalol sotib olishsa bo'laveradi. Undan tashqari, hurmatli kuzatuvchilarimizga taklif qilib qolaman. Tentlarimiz bor sotuvda. Ya'ni hozir bu Motorollerni o'ziga qo'yib berganmiz. Yon tarafdan kelib yaqinroq kelavering. Azizbek, shadam qadamlarni tashab kelarsizlar. Mijozlarimizga ko'rsatib o'taylik-da. Mana. Polni ochib ko'rsataylik. Mana shu holatda bo'ladi. Ya'ni sizda agar Motoroller bo'ladigan bo'lsa, 1 tonna yoki 1,5 tonnali mana shunaqa yopiq tentlarimiz bor. Bu nima uchun deydigan bo'lsangiz, orqa tarafga xohlasangiz sement yuklang, ya'ni yomg'ir tekkanda yoki qanaqadir ob-havo ta'sirida qotib qoladigan qurilish materiallari yoki oziq-ovqat mahsulotlari bo'lishi mumkin. Agar toshiydigan bo'lgan taqdirlaringda ham mana shu tent orqali toshsanglar zarar yetmaydi. Ya'ni bu yomg'irdan, quyoshdan, ob-havodan pana qilishlik uchun mo'ljallangan tent bo'ladi. Narxlari ham $100 dan qilib beramiz. Oldigacha tushadi. Ko'rishingiz mumkin, oldida mana maxsus klionkaga o'xshagan oynalari ham bor. Xohlasanglar pol kabina qo'yib turib, ustidan tortib olsanglar ham bo'laveradi. Unchomchiga temir ramalari ham qalin qilib ishlangan. O'zi maxsus qotiriladigan joylari bor, o'sha yerga qotadi. Motorollerda o'zi bo'lsa, hozirgi paytda Jimping Motorolleri 1 tonna uchun mo'ljallangan $1350 qilib beramiz. Kelavering yaqinroq. Tez aytib o'taylik, ma'lumotlarimizni, ya'ni mijozlarimiz zerikib qolmasliklari uchun. Imminni mana shunaqa kabinkali modelimiz ham bor, 8 kilogramm uchun mo'ljallangan $1450 qilib beramiz. Ya'ni mashina rulli bo'ladi. Undan tashqari rasvetkalari bor, yurish kilometrlari 50 kilometr garantiya beriladi. Bizda Jimpingni ham juda ko'p ko'rsatib o'tyapman. Sotuvda 1,5 tonna uchun mo'ljallangan 2200 wattli 1,5 tonna yuk ko'taradi, $1800 dan qilib beryapmiz. Ya'ni imminni mana shu modelimizni. Pol kabinali Jimping haqiqiy
pol kabina qanaqa bo'ladi degan savolga mana shu motoroller o'zida javob beraveradi. Ob-havo gradsiyagacha ko'rsatadi tablolari. Tizimlari, parking tizimlari hamma yo'g'i bor. Amortizatsiyalari ham juda ham qalin qilib ishlangan. Undan tashqari, imminni pol kabinamizni $1250 qilib beryapmiz. Pol kabina so'raganlarga, yoni ochiq bo'lsin deganlarga 8 kg yukni ko'taradi. Imminni mana shu modelimiz. Oldi farlarni, ledlarni ham ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq keling. Mana ledlari ham lupali bo'ladi. Juda ham chiroyli yoritadi. Pastda yoriladigan maxsus led liniyalari ham bor. Ranglarni o'zi ko'rgan odam ham sepilishi qanaqa bo'lganini tushunsa bo'laveradi. 6 oylik garantiyaga ega bo'lgan motorollerlar mana shular bo'ladi. Ya'ni elektronik motorollerlarga odatda 3 oy, 4 oy har xil garantiya beradi, lekin bularga imminni Jimping kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan motorollerlarga 6 oylik servis garantiyalarimiz bor. 1 tonnali motorollerlarimizni ham mana 6 oylik garantiyalari bor. $1350 dan qilib beramiz. Vilkalari, har bitta detallari, knopkalarigacha bosqichdan, ya'ni sinov testlaridan o'tgan motoroller immindan mana shu bo'ladi. Undan tashqari bizda ranglarni ham ko'rishingiz mumkin. Maxsus qaymoq ranglari bor, seriya ranglari bor. Yaqinroq kelavering Azizbek. Ko'k ranglari bor. Tanlovga qarab bemalol sotib olishsa bo'laveradi. Bunaqa rangli motorollerda shuncha kompaniya ko'rmagan bo'lsalaring kerak, sababi rangni o'zi ham aytib turibdi. Odamga qanaqangi настроение berishini juda ham chiroyli rang. Och limon rang bo'ladi-yu, imminni qaymoqqa tortadigan. Mana shu rang shu bo'ladi. O'zi rangda o'zi ham motorollerning sifatini aytib turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, kelish kerak, ko'rish kerak. Motorollerni sakrab, test qilib, mana qarang, sakrasa hamchi, mana amortizatsiya nima vahma qilib yormayapti. Ya'ni o'zining holatini juda yaxshi saqlab beryapti. Biroz kichikroq bo'lsin deganlarga bizda 8 kglik modellarimiz ham bor. $1320 dan 30-40 razницasi bor. Undan ham kelishtirib bera olamiz. Kelishsa mana shu modellarimiz ham bor. O'zi 8 kg deb aytayapman, lekin dokumentida 1 tonna yozilgan. Imminni mana shu modelimiz. Men nisbatan biroz kamroq yuk aytaman, ya'ni ko'proq yuklashsa ham eshitma qilmaydi. Kelib, ko'rib, xarid qilishli joyi. Undan tashqari bizda hurmatli kuzatuvchilarimiz sotuvda FA modellarimiz ham bor. Ya'ni ham odam yuklab ketsanglar bo'laveradi, ham undan tashqari agar qanaqadir bozor o'charlik kerak bo'lsa, shunday orqa bortini ochib turib, bemalol 200 kg uchun moslashtirib olsanglar bo'laveradi. Ya'ni bozorchi akalarimizga ham bu yaxshi model hisoblanadi. Narxlari $850 dan qilib beryapmiz. Immindan mana shu modelimizni 50 km yuradi, ya'ni garantiya kilometrlarimiz 50 km ni tashkil qiladi, lekin undan ham ko'proq yuradi. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bizda sifati yuqori bo'lgan kichik skuterlarimiz ham bor, ya'ni sifati yuqori bo'lgan, har bitta detallari, knopkalari 100 ming martadan 200 ming martagacha bosilgan maxsus mana shu kichik skuterlar bor. Narxlari kichik skuterlarga qaraganda biroz balandroq bo'ladi, qimmatroq bo'ladi, lekin qimmatligiga yarasha sifati shunga yarasha bo'ladi. Keling, yaqinroq kelib ko'rsatsak bo'laveradi. Tormozning sistemalarini ham ko'rsatib o'ting. Qaranglar, diskalari, opolni diskalari ham juda ham katta qilib ishlangan. Sifatiga yarasha qilingan. Knopkalari, bosilishlari, o'tirishlari, umuman olganda bularda har bittasini ko'rsatib o'tadigan bo'lsam, sizlarda vaqtlaringni o'g'irlab qo'ygan bo'laman. Shuning uchun tashqi ko'rinishlari, asosiy holatlarini ko'rsatib o'taman. Ya'ni video davomida ko'rishlaring mumkin. Qolgan ma'lumotlar yoki qo'shimcha yana ma'lumotlar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar. Biz har bittasini sizlarga narxlari bilan bemalol tashlab berishimiz mumkin. Ayollarimizga, qizlarimizga mos bo'lgan imminni pushti modellarimiz ham sotuvda bor. Narxlari bulardiki ham $520, $530 dan, lekin bu narxga sifatiga yarasha bo'lgan, ya'ni skuter xarid qilgan bo'lasizlar. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yishni hamda do'stlarga jo'natib qo'yishni unutmaysizlar. Xudo xolasa, ma'lumotlarimiz foydali bo'ladi degan umiddaman. Bugun asosan narx-navoni sizlarga tanishtirib o'tishga harakat qildim. Agar qaysidir model yoqqan bo'lsa, sizga bemalol pastdagi telefon raqamlarimizga aloqaga chiqsanglar, hurmatli kuzatuvchilar, o'sha mahsulotni yana ham ko'proq rasmlari, videolari bilan sizlarga bemalol tashlab berishimiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelib turgan Qurbon hayitinglar muborak bo'lsin. Rahmat.